aka, bu yoqda spalniy bo'ladi, bu yoqda tualet bo'ladi, bu yoqda oshxona bo'ladi. Tushundingizmi? Bo'ldi, tushundim. Oila boshi gapirmaydimi bu oila boshi? Ha. Nima? Oshxona bo'ladi. Mana bundan 2 kilo ukam, chirmaganmi bodring, pomidorlaringizdan Hop, ishla. Opa, bir yaxshi aravakash topmabsiz-da. Tez zo'r ukammi, o'sha olib chiqib beradi narsalaringiz, bo'ladimi? Voy, aravakash emas, erim bu. Uzr aka, sizga bu narsa kerak emasmi? Biron nima kerak emasmi? Assalomu alaykum. Oila boshi bo'lish qiyinmi, osonmi ko'rsatuvini davom ettiramiz. Bugungi mehmonlarimiz assalomu alaykum. Oila boshi bo'lish sizningcha osonmi, qiyinmi? Albatta qiyin, mas'uliyati juda og'ir uni. Rahmat kattakon. Sizga savolimiz. Oila boshining mas'uliyatlari qanaqa? Garang hozir aytdim sizga, oila mas'uliyati, bola chaqa, ro'zg'or, boshqasi hamma narsalar. Rahmat sizlarga, rahmat azizlar. Oila boshi sizning uyingizda kim? Shuni aniqlashtirib oling. Yo. Hay 25. Yo, to'g'ri kelmaydi. Bilasiz bir narsa deysiz ham? Bilan 25. Yo, to'g'ri kelmaydi. Kelishtiring. Yo. Ay, bera Ikkiyam qo'ying. hozir oling. Qo'lingiz ham qattiq ekan o'zi. Nima oldik o'zi? Xo'p aka, devoringizni qanaqa rang qilamiz? Qizil qilamiz. Qizil zo'r rang. Yashil qilamiz. Yashil ochadi dadasi. Stop. Shuncha payt indamay keldim. O'zimda ham fikrim bor. Qizil qilam. Bor uyga kir. Malades aka, zo'r gapirdingiz. O'zingiz fikringizga erishdingiz aka. Ayting, o'zingiz fikringiz. Qanaqa rang qilamiz? Yashil qilamiz.